Mana bu 15 yoshli qiz vezib tashlabdi ekan. Ya'ni 100 kilogramlik toshni men bu 15 yoshida ko'tarib 15 yoshli yigit va qizlarga vezib tashlayapti-da. Buni ko'rib to'g'risi hayratdan yo'qoshladim. Gap bo'lishi mumkin emas. 15 yoshda shunaqangi qilish hammaga emas-da to'g'risi. Men Azimova Durdona Azimovna 15 yoshdaman. Vaznim 69 kilogramm. Hozir 100 kilogramm dast ko'tarish, o'zim tengi o'g'il va qizlarga vezib tashlayman. O'zbekiston bo'yicha meni vesimdagi, meni yoshimdagi kim shu 100 kilogramm toshni ko'tarib bersa, men undan ziyod ko'tarib beraman.